Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Islom va biz programmamizning 148-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalar ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda har bir musulmon cho'qim Qur'on va sunnat nuri ostida tushunish kerak bo'lgan xilma-xil mavzularni, temalarni ayrim tema qilgan shaklda huzuringizga sunib kelyapmiz va har qatimqi programmamizda Allah subhanahu va taoladan shu programmamizningki ichida so'zlangan barliq mazmunlarni haqiqiy to'g'ri tushunib, amal qilib dunyo oxiratda Rabbimizning baxt saodatiga erishgan mu'minlardan bo'lishni tilab boshlayapmiz, tilab oxirlashtiryapmiz. Bugun shuning jumlasidan tunugun e'lonimizda bergandek intayin muhim bir, albatta biz o'tgan sonda boshladik aslida ayollar temasini. O'tgan sonimizda ayollarning islom madaniyatidagi o'rni mavzusida tema boshlagandik va buning bir qancha bo'lim davomlashganligini bildirgandik. Bugun inshaalloh ayollarning islomdagi obrazi haqida to'xtalamiz. Programmamizning doimlik mehmoni hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston ulamolar birligi shunday dunyo olimlar birligi a'zosi Abdurahmon Jamol Qashqariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı bo'lsin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qaydnashrimizning foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda programmamizni boshlab ketsak, oldi bilan shu ayollarning yaratilish xarakteri haqida biroz to'xtalib kirgan bo'lsak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Biz bu ayollarning obrazı hakkında to'xtalib atgan 4-5 program bo'ldi. Tanishimiz. Shunday olsun bu bir necha qism davomlashdi. Xo'sh. Ayollarning yaratilish obrazi kelsak, Qur'oni Karimning bayonin qilgan vaqtida insonlar er olsun, ayol olsun bir jonda yaratilgan. Xalaqakum min nafsin vahida. Sizlarni bir jonda yaratdi. Yani er olsun, ayol olsun manba, yaratilish manbasi berdi. Xo'sh. Yaratilish manba jihatda berdi. Endi Adem alayhissalomning zaman jihatdan, jismoniy jihatdan burun yaratilganligi hargiz uningki asos, uning ayol bo'lgan Havoninki tarmoq ekanligini ko'rsatmaydi. Chunki oyat karimdagi xalaqakum min nafsin vahida degan bu yer nafs degan so'zda erlik yoki ayollik sifati yoki alomati yo'q. Demak bu yerda erlar bilan ayollar nafs jihatdan barobar yaratilgan. Gerçi jismoniy jihatdan Adem alayhissalom burun yaratilgan bo'lsa-mu, ammo nafs jihatdan, ruh jihatdan erlar ayollar teng barobar yaratilgan. Xo'sh. Bu falsafiy savoldan chiqib gapimiz kelsak, inson er olsun, ayol olsun cisim ve nefstin şekillendi. Terkip tabi. Bu insandaki nefs, yani bunu can deb ataylı, bu insanın mahiyetini gösterir. İlahi hitap del, muş nefsi hitap kıl. İnsanın cismi emas ilahi hitap. Xo'sh. İnsanınki bedeni hitap kılmaydı, belki insanınki nefsi hitap kılır. Merkezi noktanın işareti. Bu sebepten İslam dini insanını, her bir insanın er olsun, ayol olsun, nefsini paklaşka, nefsini zinnetleşke, nefsini güllendirişke çakırdı, teşebbüs kıldı. Xo'sh. Şuna sırtqi görünüşünün, insanların, bulup mu ayolların sırtqi görünüşünün, yani sırtqi kıyafetinin ki, hakiki güzellikinin ki menbesi olan, İçki güzellik amili. Yani nefsin halkıp ketmesi için ayollarga yüzü bilen qo'ldan başka azanı yepişik buyurgan. Sırtqi azanı güzellikinin içki kalp güzellikten galip kelmeslik, üstün kep ketmeslik için ayollarga icaplışı buyurgan. Ayollarning cismani şekli erlarni jalb qilgudak derecede alayida güzel yaratilgan. Ayollarning bu kadar güzel yaratılışınınki maksatlardan biri nesil qaldırış orqali insonning turini saqlab qolish bo'lsa, yana bir tarafdan zaminni gullantirish yoki vatanni gullantirishdan iborat bu cho'ng mas'uliyatga his qo'shdi iborat. Xo'sh.
Endi islomdagi erlarninki yoki ayollarning kiyim-kechaklari qaraydigan bo'lsa, bu obraz masalasi, yaratilish masalasida. Mayli erlarning kiyim-kechagi bo'lsin, mayli ayollarning kiyim-kechagi bo'lib qolsin, buyuk maqsadni ishga oshirish uchun va insonni hurmatlash ustida qurilgan. Erlarning kiyim-kechagi bo'lsin, mayli ayollarning kiyim-kechagi bo'lsin, dindorlikdan iborat, axloqdan iborat buyuk maqsadni ishga oshirish va insonni hurmatlash ustida qurilgan. Bunun dalili qarsak Peygamberimizden sözünü delili alsak buldu. İnnallah la yanzuru ila suvarikum ve ila amal. Allah Teala sizlerin çırayınlığa qaramaydı. Keygen kiyim-kechak posuğunluğa qaramaydı. Ölçem bu emas. Onun kiyimden modelleri qarab o'tmaydi. Sizlerin bay kambag'alligiga qaramaydi. Shaharlik, sahrolik ekanligiga qaramaydi. Mansib va yoki mansib yo'q ekanligiga qaramaydi. Balki qaraydigan sizlarning nafsingizga qaraydi. Qalbingizga qaraydi. Qalbinglar pak mı? Nefsinglar pak mı? Şerkitinglar to'g'ri mi, to'g'ri emasmi? Mana o'lcham bu yer dedi. Demak Alloh taoloninki o'lcham qildig'ini qalb. Allohninki bu yerda tarozi soldig'ini nafs. Nafsning pak bo'lishi ya qalbning pak bo'lishi bu asosli o'lcham. Ham kiyim-kechak yoki insonniki yaratilishi bo'lgan bo'lsa, buningga qo'shimcha mangadigan ishlar. Shunga islomda ayollarning kiyim-kechagi şekil xarakterdeki bir hükümünü göstermeyin. Belki mahiyetini görsün. Belki maqsadni görsün. Belki kimlikni görsün. İslami kimlik, ya Müslümanlık kimligi yoki boshqa bir kimlikka o'xshash bu kimlikni ko'rsatgan intayin muhim amil. Xo'sh. Allah Qur'oni Karimda ayollar xitob qilgan vaqtida erlarga o'xshash xitob qilgan. Erlarga o'xshash maqomda ayollarga xitob qilgan. Ya ayyuhallazina amanu degan xitobning hammasi erlarga, ayollarga o'xshashmaydi. Ayollarni hurmatlagan vaqtida erlarga o'xshash darajada hurmatlagan. Erlarni sharkat qilinglar, amal qilinglar deb buyurgan vaqtida ayollarni ham sharkat qilinglar, amal qilinglar deb buyurgan. Garchi ba'zi bir taraflarda xarakter qarta sharkat farq etsa-mi, ammo sharkat qilish buyruqi o'xshash. Buning dalili anni la udhi'u amal amil minkum min zakarin aw unsa. Sizlarni sharkat qilganlar, er olsun, ayol bo'lib qolsin, to'g'ri sharkat bo'lsa, uzaya bo'lib ketmaydi. To'g'ri sharkat bo'lib qolsa, uning savobini cho'qim oladi. Demak, bu yerdagi oyatdan shohid, sharkat qilish erlarning ustiga tushgan mas'uliyat, ayollarning ustiga tushgan mas'uliyat degan bu xitob er bilan ayolga o'xshash kelgan. Endi ayollar bir qism ahkomlar islom dinimiz xos kelgan bo'lsa, ba'zi bir ko'rsatmalar bu er ayollar orasidagi nuqsonni yoki er ayollar orasidagi kamchilikni to'liqlashga bog'liq. Xo'sh. Ya'ni ayollarda kamchilik bo'lib qolsa, bu kamchilikni erlar to'liqlaydi. Erlarning kamchiligi bo'lsa, buni ayollar to'liqlaydi. Erlar bilan ayollarning bir-biriga muhtoj ekanligi, bu ikkalanlar bir-biri uchrashish orzusini va hayotlikni davomlashtirishni ishga oshirgan eng muhim omil hisoblanadi. İkkalanning bir-biri uchrash orzusi va hayotlikning davomlashishi uchun muhim deb qarasak bo'ladi. Endi ayollarninki kiyim-kechga bu yaratilishdan biroz o'tib ketsak, uning tafsilotga kirishning hojati yo'q zaten. Ayollarning kiyim-kechga qarasak, yuqori deganimizdek shaklni ko'rsatmaydi. Balki bir maqsadni, balki bir kimlikni, balki bir madaniyatni ko'rsatadi. Erlar qaraydigan bo'lsak, erlar kiyim-kechak tanlagan vaqtida avratni yopish, issiq sovuqdan saqlanish va chiroyli ko'rinish uchun tanlaydi. Ko'pincha uch maqsad. Endi ayollar kiyim-kechaklar tanlagan vaqtida bu yuqorqi uch maqsaddan sirt bu yerda bir taqvolik, bir fazilat, bir iffatli bo'lish, ayollik bo'lish, ayollik go'zalligini qo'g'dash, ayollik hurmatini qo'g'dash buni yuqorqi erlar tanlagan shartning ustiga qo'shadi. Shunga bu yerda kiyim-kechak masalasi oddiy bir ish bo'lsin, balki latifati deb bunda qaralgan bo'lsa-mi, garchi amaliyat bir latifati bo'lgan bo'lsa-mi, lekin bu kimlik masalasi. Aqlning kimlik masalasi. Ya'ni aql qanday o'ylaydi, qanday tasavvurda, dunyo ko'z qarashi qanday, hayot ko'z qarashi qanday, qalbning kimlik ko'z qarashi. Bu ilohiy ko'rsatmaga ishonamdi, ishonmamdi, amal qilamdi, amal qilmamdi. Aqlning kimligi, qalbning kimlik masalasi. Hurmat masalasi, ya'ni hurmatini qo'g'damdi, izzat sharafini qo'g'damamdi. Bu jamiyatning dindorligini qo'g'dash orqali ayollar kiyim-kechak diqqat qilib, jamiyatning dindorligini qo'g'dash orqali jamiyatning gullanishiga, zaminning gullanishiga his qo'shamdi, his qo'shmamdi, buningga bog'liq masala.
Xo'sh. Şu Qur'on Karim bu vaqtda alayda masalan tilg'alib va libasu taqvo de. Zalika xayr. Kiyim-kechak taqvolikqa bog'lansa. İman uchun, fazilat uchun, axloq uchun kelgan vaqtida bu savobli ish buni musulmonlar o'ylangaydi. Shunga deymizki ayollar bedellerini ve cisminin güzel a'zolarini yoki cisminin güzelligini ochgan vaqtida bu tabiiy xarakteriga qarshi yo'l tutgan holda o'zining modelini ya heykelini ochgan bo'ldi. Ayollar bedenini ochgan vaqtida yoki cisminin güzelligini ochgan vaqtida ayollar xarakteriga zid holatda tabiiy holat ayollar xarakteri yo'g'inish, güzelligini qo'g'dash, himoya qilish. Ayollar xarakteri zid holatda cisminin modelini heykelini ochgan bo'ldi. Ruhining zinaga, nafsini paklashning zinaga bu cismini muqaddasligan bo'ldi. Cismini ulug'lagan bo'ldi. Bugungi dunyoda yuz berayotgan ayollar harakati yoki boshqa uning feminizm yana bir atalg'olning maqsadining dal maqsadi ayollarni ilohlashtirish, ayollarni muqaddaslashtirish, asli vazifasidan chiqarib tashlash. Shuning bilan birlikda bu ayollar bu yo'lni tutgan vaqtida nefsini zinnetlashning o'rniga tashqi qiyofatni zinnetlash qochadigan bo'ldi. Natijada dunyo kirishga maqsadidan chetnab ketdi. Mana bundan ayollarning yaratilish xarakterining ki nega berib taqildigan, garchi uning jismoniy holati, erlar bilan ayollar xarakteri orasidagi farqlar, o'rtaq nuqtalar haqida keyin to'xtalamiz, yo'q kirmaymiz. Yaratilish ayrim bir masala, xarakter ayrim bir masala. Umum qilib aytgan vaqtida bu xarakter meselesi bunun ne gelip barganligini yukarıki ayetninki maqsadlardan düşengin buldu deb qarayman. Xo'sh. Allah razı olsun, hakikaten gayet muhim mezmunlar to'xtalyaptilar. Bunda bir şeyde ayollarning obrazini biraz ochgan bo'lsak, yana mana shu masalani. Qur'on Karim musulmonlarni, er olsun, ayol olsun, bularning obrazini bayon qilib, simahum fi wujuhim min atharis sujud dedi. Xo'sh. Bularning obrazı namoyon dedi. Obrazın chiroyli ko'rib olgan bo'ldi. Obrazın turqidli ko'rib olgan bo'ldi. Obrazini yurish turishidan ishorat ko'rib olgan bo'ldi. Yani bu musulmonlarningki obrazı Allah Taala ibadet qilishda, Allohning payg'ambarining ko'rsatmasi bo'yicha yashashda namoyon bo'ldi. Yani bir oyatda ta'rifuhum bisimahum. Bularning obrazı aniq. Kimligi aniq chiqib turdi. Qarablar buni musulmon ayol ekanligi yoki başka bir ayol ekanligini bilalaysan. Demek bir yerde kimlik ayollarning kiyim-kechak meselesi faqatla bir latif olmasın, belki kimlikni namoyon qiladigan cho'ng bir alomat ekanligini bu oyat kelib aniq ko'rsin. Ta'rifuhum bisimahum. Bularning simasi, bularning obrazi o'zligidan chiqib turdi dedi. Shuna bu kiyim-kechak meselesini musulmonlik kimligi, islomiy madaniyatning kimligi deydigan bu ko'z qarash bilan qarash lozim. Xo'sh. Hem ayollarning obrazı nerede namoyon bo'ldi degan vaqtida oilaning va jamiyatning dindarligini qo'g'dash namoyon bo'ldi. Ayollarning obrazı oilaning dindarligini qo'g'dash, o'zining balchaqalarining, farzandlarining erining dindarligini qo'g'dash. Birinchi vazifa. Ening keyin jamiyatning dindarligini qo'g'dash namoyon bo'ldi. Xo'sh. Bu ayollar dindarlikning asosi. Ayollar qancha dindar bo'lib qolsa, jamiyat shuncha dindar bo'ldi. Ayollar dindarlashib, fasiqlashgan vaqtida yoki islomdan yiroqlashgan vaqtida bu jamiyat fasiqlashga yoki dindan chekinishga boshlaydi. Xo'sh. Chunki farzandlar onaning qo'lida. Ona sog'lom e'tiqodli bo'lgan vaqtda, dindar bo'lgan vaqtda bolalar sog'lom tarbiyaga ega bo'ldi. Ayollar dindarlikning asosi bo'lganligi uchun islom dini ayollarni iffetdan simoli edi. Hayoning simoli, axloqning simoli, yaramlıq evlatlarını tərbiyələşən simvolu deb fikirdir. Ayollarınki o'rni simvol xarakterli. İffetlik bo'lishda, hayoda, axloqli bo'lishda bola tarbiyalashdi. Bu sebepten İslam'da ayollarning obrazı dindarlıkta, iffetlik bo'lishda, axloqli bo'lishda, ilim ma'rifatlik bo'lishda namoyon bo'ldi. Qachonki ayol iffet hayatın voz kechgan vaqtida yoki bilan chatnagan vaqtida uning hurmati tamamen tugishadi. Endi ayollarning kiyim-kechaklari, garchi keyin to'xtalgan bo'lsak, biraz munosabat o'g'ga chiqib to'xtalamiz bu yerda. Ayollarning kiyim-kechaklariga shariatning maqsadi avrat deb qaralgan o'rinlarni himoya qilish va iffetlik bo'lishni tashabbus qilish maqsad qilindi.
Asli maqsad bu. Endi bu yerda ko'z yumish masalasi deymiz. O'rtaq ayollar orasida. İffetli bo'lish, axloqli bo'lishda ayollar o'rtaq mas'uliyat olsun, ba'zan deyish mumkin. Bu ayollarga qartilmay bu ekan. Nima deb bo'lsa bo'lmamdi o? Kishigimi qartilsinmam dedi. Amaliyotda bu. İffetli bo'lishda kishigim talab qilindi, axloqli bo'lish talab qilindi, ko'zni yumish talab qilindi. Oyatlarning hukmiga asosan. Gerçi bu ko'zni yumish, iffetli bo'lish, axloqli bo'lish ayollarning o'rtaq mas'uliyat olsun, lekin ayollarning yaratilish go'zalligi erlarni jilib qilib turadigan bunday bir holat yaratilganligi uchun iffetni qo'g'dash, ayolni qo'g'dash, axloqni qo'g'dash mas'uliyati ayollarda erlarga qaraganda xali darajada yuqori o'rin egallaydi. Ayollarning bu to'g'ridagi mas'uliyati erlarga qaraganda ustunlikni egallaydi. Shu bu sababdan avrat deb belgilangan o'rinlar erlar bilan ayollar orasida farqli holatda belgilangan. Sebep ayollarninki yaratılış güzelligi erlarning ta'sir ko'rsatadigan, jalb qiladigan bo'lg'achqa, shunga o'zini kontrol qilish, o'zini himoya qilish, hurmatini qo'g'dash jihatiga mas'uliyat ayollarga og'ir darajada yuklangan. Bu sababdan islom ayollarga avrat deb qaralgan o'rinlarni qo'llar yuzdan boshqa yepishga alohida ahamiyat berdi. Maqsad nimasi? Islomning maqsadi fazilatni qo'g'dash, axloqni himoya qilish, sog'lom bir jamiyatni shakllantirish, buzg'unchilik, razillik, axloqsizlikninki oldini olish maqsad qilindi. Bu sababdan sog'lom aqidalik yoki sog'lom dindor bo'lgan musulmon ayollar hayoliq keladi, tamkin keladi. Kiyim-kechaklarda Parvardigorni aldaydigan hiyla usulni ishlatmaydi sog'lom dindor ayollar. Bular kiyim-kechak kiygan vaqtida birisi o'ziniki hurmatini qo'g'daydigan, badanni sifatlab boshqalarni diqqatini tortadigan emas, yoki tar yoki nipizga o'xshash boshqalarni diqqatini tortadigan unda kiyimlarni kiyishdan saqlandi. Bularning hammasi maqsad nimasi? O'zining dindorligini qo'g'dash, ham boshqalarning jamiyatninki dindorligini qo'g'dash. Bu faqatlam o'ziga xos masala emas, balki jamiyatninki dindorligini qo'g'dash masalasi. Şu musulmon ayollar sağlam dindarlığı, bu sağlamlık qo'shib dindarlıqda bu yerda oshqo pasib qo'yg'ashqa. Musulmon ayollar sağlam dindarlığı yüksek dereceli ilim ma'rifatlari, islomiy kiyim-kechakları ve ijtimoiy orqali, ijtimoiy axloq orqali islom bayrog'ini, islom mash'alini ko'tardiganlar bo'ldi. Bu ayollarning roli islom mash'alini, islom bayrog'ini ko'tardi. Nima orqali qilsa? Mengayotgan islom bayrog'i. Mengayotgan. Sağlam dindarlığı şartı. Sağlam dindar oluş. Yuqori dereceli ilim ma'rifat ega oluş. Bu intayman. İlim ma'rifat ega olmay dindar bo'lib qolsa, ya ashqon bo'ladi, yoki pasif bo'ladi, yoki bir narsa bo'ladi. Natija chiqmaydi. Sağlam dindar bo'lish, yuqori dereceli ilim ma'rifatli bo'lish, islomiy kiyimga, islom ko'rsatgan kiyim-kechakka rioya qilish va ijtimoiy axloqni qo'g'dash orqali islomning bayrog'ini ko'targan. Bular bu yuqori sifatlari bilan jamiyatda islomning qimmat qarashlarini tiklab bayroq tiklaydiganlar bular. Yosh avlodlarga, yo kelgusi avlodlarga, yo farzandlarga islomning qimmat qarashlarini tiklash uchun kurash qildiganlar bular. Xo'sh. Ilm ma'rifat asimi o'zining axloqini qo'g'digan asosda ilm ma'rifat oladiganlar. Dinimiz ilm ma'rifat oldi, tafakkur qilib izlandi. Bu buyruq erlar bilan ayollarga o'xshash. Endi qiz ayollar bu sohaga kirgan vaqtida yana o'zininki hurmati, izzat hurmati, sharma hayosi va axloqini qo'g'digan asosda ilm ma'rifat qadam qo'ydi. Bunda tarbiya olgan qizlar yoki ayollar avlodlarni bu ruh bilan tarbiyalaydi. Jamiyatning dindorligini qo'g'daydi va jamiyatning taraqqiy qilishiga hissa qo'shadi. Biz bu ayollarning obrazini mana bu nuqtadan bilib olsak bo'ldi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat haqiqatan. Deganlardek inshaalloh oldimizgi sonlarda bu kiyim-kechak masalalarida mutaxammik tafsiliy holatda to'xtalamiz. Endi shu ayollarning psixiki obrazi masalasida biroz. Bunda qisqalan bir to'xtalib ayollarning psixik masalasiga kelsak, ikki nuqtada birisi ayollarning go'zalligi.
Gerçi yukarıda kısıkıştı gelmesem. Ayallarının güzelliği ayallıkı raya kılıştı. Ayallık hürmetine saklaştı. Çünkü ayallarının yaratılışlan erlerini celip kıldığın karakter küçük iyi. Bu hakikat olsa her taraftan bir hakikat. Allah Teala erlerini ayallarını birbirisi telpindığın aynı bir halette yaratkan. Onda olmagan biz bu dünyadaki hayat davamlaşmagan boladı, maksat iş aşmagan boladı. İslam dini ayallarını, ayallıkını qoğdaş için, özünün nazgılığı, nazaketi, şermayasını qoğdaş için ayallarını serkelik qilish yoki erkak zaydak bo'lish deydi yoki erkak sifat bo'lishda qattiq ogohlantirgan. Ayollik sifatinglar bilan ayollik xarakteringlar bilan yashanglar dedi. Ayollik xarakteringlarni voz kechmanglar dedi. Erkak sifat bo'lmanglar dedi. Chunki ayollar erkak sifat bo'lib olgan vaqtda xarakteri buziladi. Jinsiy tangpungliqni buzadi va yoritilishga go'zallik ta'sir yetkazdi. Natijada buna misal elish ketmaydi. G'arb dunyosini qarasa, tug'maslik, farzand ko'rmaslik, qerish, jamiyatning vayron bo'lish, madaniyatning vayron bo'lish degan bu omillarning hammasi mana bundan kelib chiqadi. Nima uchun degan qirib qolgan kasal Yevropa qit'asi deb ataladi desa, dal bu islom ko'rsatgan ayollar axloqi tamoman tugashgan bo'lg'achqa bundan kelib chiqqan illat. Xo'sh. Ya'ni 20-30 yil bo'lmay tamoman bu yer bu altida bo'lib qolsa tugishidi, islom bayrog'i yerda qaytadan jonlandi. Shu boshqa yerdan odam qabul qilish masalalari o'zidagi bu odamsizlik nopos masalasini tangshash va hokazo nurg'un illatlarga bog'liq. Xo'sh. Ab gibimiz qarasak, qiz ayollarningki erkak mijoz bo'la olishi insonning mavjudligiga tahdid. Qizlarningki yoki ayollarning o'zining xarakterini, nazokatini, ayollik go'zalligini qo'g'dimay, erkak mijoz bo'la olishi insonlikqa tahdid soladi. Buni bugun ko'ratamdiq desa, ko'ryapmiz. Tangpunligini tamoman buzib tashlaydi. Buning realligi balki misol keltirish ajoz so'z kerak. Shu bu sababdan payg'ambar alayhisalom ayollarni ayollik nazokatini olib yashanglar, ayolliklarni qo'g'danglar, ayollik sifatinglarni yashang deb erkak zot bo'lishdi yoki erkak sifat bo'lishdan ogohlantirib, la'anallohul mutashabbihat. O'zi ayol turib erkak mijoz bo'lib olgan xarakteri. Erlarga o'xshab olgan yani. Kiyim-kechakda o'xshab olgan. Xas bir holatga. Ko'pincha narsa o'rtaq bo'lsinmi? Kiyim-kechakning ba'zi xasligi bor. Gap so'zda, ish harakatda o'xshab olgan. Yoki erlarningki ayollarga o'xshab olganlar bular la'nat qilgan. Demak, jamiyatning tangpunligini buzib o'tadigan, dindorligini buzib o'tadigan, axloqini buzib o'tadigan, insonlik tahdid soldigan bo'lg'achqa payg'ambarimiz bularga la'nat qilgan. Ham bu yerdagi ayollardagi erkak mijozlik kiyim-kechakda ko'rindi. Bu misol aniq. Ba'zi ko'chada mangan vaqtida oldimiz kishiningki qizmi yoki o'g'ilmi uni faqatgina olmaydigan holatlarni ko'ramiz. Gap so'zlikka masalan erkakga o'xshash muomala qilish yoki muhim bo'lsa ayollarniki a'zo almashtirish, masalan jinsiyat almashtirish, erkak bo'lish yoki erkakni qiz bo'lishga o'xshash bu xil holatlarga o'xshash ahvollarni buni ko'rib olgan bo'ldi. Demak, ayollarning psixik obrazi birinchi ayollik nazokatini, ayollik mijozini, ayollik xarakterini saqlashda namoyon bo'ldi. Ikkinchi bir masala hayo go'zalligi. Gerçi bu cho'ng bir tema bo'lsin, bu yerda qisqarib o'tamizki, bu hayo qilish ayollarning xarakteri bo'lish, tabiiy ish. Erlar qarg'a vaqtida hayo qilish ayollarda kuchlik nisbatni egallaydi. Endi bu hayoning tabiati o'rinashga, bir narsa yo'g'irishga muhtoj. Chunki yerim yalang'ochlik bilan yoki butun yalang'ochlik bilan bu yerda hayo topilmaydi. Yalang'och shakllangandan keyin hayo mavjud bo'lmaydi. Hayolik bo'lish go'zallikning dal ifodasi. Hayolik bo'lish go'zallikning ifodasi yoki sir. Xo'sh. Endi bu hayolik bo'lish mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, umum prinsip. Mayli gap so'zda bo'lsin, ish harakat bo'lsin, yurish-turish bo'lib qolsin, erlarga, ayollarga o'xshash tatbiqlanadigan prinsip. Chunki payg'ambarimiz sadqiliq yoki sad gap so'z qaysi bir ish topilib qolib qolsa, uning qimmatini tushiradi. Hayo nat topilib qolib qolsa, uning qimmatini oshirdi. Bu hukm erlarga ma'lum, ayollarga ma'lum. Bu hayo qilish
iymonninki ifodasi. Iymonninki alomati. Chunki payg'ambarimiz hayo bilan iymon ikkisi bir jumla. Qur'onadi. Al-hayo val iymon Qur'onadi. Iymon bilan hayo bo'lish bir jumla. Agar birisi ko'tarilib ketsa, yana birisi ko'tarilib ketadi. Hayo ko'tarilib ketsa, iymonni ko'tarilib ketadi. Xo'sh. Bu darajada bu yerda iymonning tarosini bayon qilgan. Gapimizni xulosalasak, payg'ambarimiz hayo qilishni musulmonninki kundalik axloqi. Musulmonninki amaliy qiladigan ibodati bu deydi. Musulmonning parvardigori bilan munosabatning rost ekanligininki namoyandasi deb ifodalangan. Masalan, buning dalili payg'ambarimiz istahyu minallohi haqqan. Allohdan haqiqiy ravishda hayo qilinglar. Qanday hayo qilamiz degan vaqtida kallangni qanday o'y va qanday tasavvur va qanday ko'z qarash va qanday fikr va buni hayo qiling deydi. To'g'ri ko'z qarash, to'g'ri tasavvur, to'g'ri falsafa, to'g'ri ideya qabul qilib o'tamsizlar, kallangni nim bo'z qachilab o'tamsizlar deydi. Istahyu minallohi haqqan. Menga yoki aql yoki kallaga nima kiryapti, buning diqqat qilgan deydi. Allohdan hayo qilsangiz. Qo'saqqa nima kiryapti, haloldan kiryapti, haromdanmi yeyotgan emas, haloldanmi haromdan buning diqqat qila olsang hayo qilgan bo'lasizlar. Aning keyinda yana birisi o'limni eslashdi. Har vaqt o'limning keldiganligini, o'limning bizga bo'yin to'mirimizdan yaqin ekanligini eslash, mana bu Allohning haqiqiy hayo qilganligi deb payg'ambarimiz bu hayoning go'zalligini bu yerda ko'rsatgan. Buning qo'shimcha burmush hayot to'g'risidagi boshqa tafsilotlar va u vaqtda keyin ayrim tafsilga to'xtalsak bo'ldi. Alloh razı bo'lsin. Ko'p rahmat. Müşahede bir sual nima biz davomli anglaydigan masalan shu mayli hayo masalasi bo'lsin shu. Mesela o'ranmagan qiz ayollarning deydigan gapi hamdi. Masalan islomiy kiyim-kechak oddiy shaklda kiyinmaganlar ba'zi. Men undaq qilgan bilan meningki taqvodorligi, mening hayoliq bo'lishim bu kiyim-kechak bilan hech qanday munosabat yo'q. Chunki jamiyatdagi ba'zi bir kiyim-kechak kiyib turib, islomga zid ish qilgan, hatto nurg'un ig'ir ishlarni qildiganlarni misol keltirib turib, bu biyog'liq yoki kiyim-kechak uningki bir insonning hayoliq bo'lish yoki emasligiga bir narsa qilinmaydi deb, mesela bizning millatimizning ichidami ba'zi qiz ayollarning shunday fikrni o'ttirib qo'yganligini men angladim endi. Buni masalan nima deyish mumkin? Ikki nuqtaga ayirish lazım. Birisi islomiy kiyimni kiyib turib xato ishni qilgan bo'lsa, buning saxta dindorlikni ifodalaydi, samimiy emas ekan. Hijob oddiy, samimiy kiyim. Unda bo'lganchada bu ish harakatida, gap so'zlarda diqqat qilsangiz, gap so'zda boshqalarni masalan naynaqlab yoki akilab deydi. Buningga o'xshash gap qilish, nazlanib gap qilish saqlanishi, ish harakatlari boshqa taraf tortgan shayton qilib yo ozdirgan bundan saqlanish lozim. Demak, birisi kiyimni kiyib turib, agar shakli jihatdan o'lchamlik bo'lgan bo'lsa, xato ish qilgan bo'lsa, uning shaxsiy jinoyati, uning shaxsiy gunohi. Uning yoki aldamchiligi, qiyofatga bo'lib jamiyatni oldiganligi. Xo'sh. Buni islomdan ko'rmaymiz. Aninki saxta dindorligidan samimiy emasligidan ko'ramiz. Hem İslam'dan asli ölçümü nima desa, yuqori deganimizdek islom dini va nafsi va ma sawaha fa alhama fujuraha. Boshqa nurg'ulg'an oyatlarda qalbini poklashga, nafsini pok tutishga, go'zallashtirishga tashabbus qil. Ya'ni yuqori deganimizdek insonning mohiyati insonning nafsida namoyon bo'ldi. Ilohiy xitob bizningki jismimizga xitob qilmaydi, balki ruhimizga, nafsimizga xitob qildi. Shu insonda jon ayrilgandekilar buningki qimmati bo'lmag'achqa shu debni qilib tugaydi. İnsanın hayatını saklap durduğun ya tutturgan neyse nefsi oğaçka, ya ruh oğaçka. O talaşta açık girmeniz, bu yerdeki nefsüyle ruh arası kiyin kirimiz onunla. Ama bu yerde nefs pak tutulduğu vaxtıda, Peygamberimiz degende kalp pak tutulduğu vaxtıda insanın bütün azalarına tesir gösterdi, kontrol kıldı. Onun yürüyüşü, tasavvur, dünya karşı kadar yetekleydi, rol oynayalıydı. Eğer bir yerde kalp pak olmasa, bu yerdeki fikir, an fikir sağlam olmaya kalsa, onun hayatı da ya istili cihetten, ya istili cihetten olmasın, fikri cihetten, ya ideyi cihetten, ya başka bir göz karıştan hata deseydiğen ahval kep çıkır. Hem de şu kişi, kim buluşuna qat'i nazar, benim kalbim pak, ben kiyim keçkim, bunda boğan bilen, ben edep ahlak raya kılamaz. Onunki qalbidagi holatning bir yanadan yaxshilik tarafga moyil ekanligining ifodasi.
Nefsinin to'g'riliq tarafga moyil bo'lganligining ifodasi. Lekin islom ko'rsatgan buyruqqa amal qilmasligi kiyim-kechak jihatda biz buni keyin to'xtalamiz. Boshqalar qo'rqitgandek u darajada unda og'ir emas. 3 shart var muhim. Dinimiz yüzü bilan qo'ldan boshqa yana yapishni buyurdi. Shuni ra'aytkasi tugadi. Buning amal qilmaslik masalasi Allah'ın ve peygamberinin ko'rsatmasi masmaslik masalasi var. Bu yerda islomning bir kimligi var edi. Hijab misal olib aytsak, yüzü bilan qo'ldan boshqa hijab masalan boshqa atqandan keyin yüzü ochiq qoladi. Buni aniq deymiz. O yapish masalasi keyin to'xtalamiz vaqt, keyin kechak masalasi kerak vaqtida. Bu bir kimlik masalasi. Bugun Yevropaga o'xshash madaniyat da'vo qiladigan amaliyotda sanoat jihati bor. Buni e'tirof qilmayman. Erkinlik, hurlikni da'vo qiladigan yerda bir latifita deb qaralgan narsaga dushmanlik qilmoqda. Şey diyolmaydi-da shu. Nima uchun uning hujum qildi? Nima uchun u qonun chiqarib necha davlat cheklaydi? Bu latifita nima qildi? Ya to'mi ta'sir bo'lmasa, ya qurol bo'lmasa. Demak, kimlik masalasi. Musulmon kimlik bilan boshqa bir kimlik orasidagi ideaviy to'qinishninki simvol bo'lgan bo'lg'achqa, shunga hijob qarashtiryapti, yog'liq qarashtiryapti. Biz niqob masalasiga kirmaymiz. O niqob u ayrı bir masala, keyin to'xtalamiz. Yüzü ochiq qoldigan, boshni yo'gaydigan hijob desa, yoki yog'liq desa, buni qarashtirish musulmonning kimlik o'g'achqa, islomiy kimligini darhol qarablar, "Ma musulmon ayol ekan" deydigan bir simvol o'g'achqa, shunga g'arb dunyosi islom bobiya bilan buni qarashtiryapti. Demak, bu yerda qalbning pokligi bir masala bo'lgan bo'lsa, islom ko'rsatgan jamiyatning dindorligini qo'g'dash. Ailening dindorligini qo'g'dash desak, jamiyatning dindorligini vatanni gullantirish, zaminni gullantirish gibi büyük maqsadda ayollarni bu yerda his qo'shish lozim. Chunki jamiyatning dindorligi yuqori deganimizda ayollarniki dindorligiga bog'liq. Ayollar qancha dindor bo'lib qolsa, bolalarga ta'sir ko'rsatganlik uchun bu jamiyat dindorlik ekaladi. Agar ayollarning dindorligi ojiz, pasif, abga bo'lib qolsa, bu jamiyat kundan kuniga parchalashga boshlaydi. Xo'sh, ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan nihoyat muhim mazmunlar so'zlanayotdi, oldimizga salladim, yana davom qilamiz inshaalloh. Alloh umr bersa, yana bir qatam sonda ko'rishguncha omon bo'lg'aylar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.